akalar broneplyonka ish jarayonlari ketyapti. Krilolarni pashta urib qo'yding, har tomon bo'lgan, hozir ko'rsataman. Buni gilansini bitta qaranglar, hozir mashalloh. Bir qator suvni chiroq qilib chiqarib qo'yilyapti, uni chiroyli qilib. Alhamdulillah. Alloh shunga qodir qilganiga shukr. Bemalol qo'rqmay. Broneplyonka bo'yicha aloqaga chiqarasizlar akalar. Gilansni qaranglar akalar. Xo'p, bu tomonimizda mana bu joy ham bo'ladi inshaalloh. Bu kriloda qaranglar, qanaqangi go'zal chiqqan. Pon splashni mana hozir orqaga qaltirib yuboramiz. Bunaqa joylarni qaranglar. Qanaqangi go'zal, akkuratni hozir qaytarganimiz bu tomonlar mana bu joylarni ham bukilgan joylari ham bilinmaydi inshaalloh, mana qaranglar. Zavod qilib alhamdulillah broneplyonkalarni qilib beryapmiz. Bu tomonda bo'lsa, qarab tursalar mana kapoti, buferi, krilolarni yig'ib qo'ydi. Yo'q deb qilib mana alhamdulillah, ko'rib ancha-muncha broneplyonka bor deb o'ylamaydi. Katta mashinamizda ishlar ketyapti. Bu tomonimizda Cobalt quvvali akalarimiz oldi eshik, oldida bu qora sonzashni plyonka, tashqaridan trekkerimiz. Sonzashni plyonka qora и kazirok bo'lindi. Xudo xolasa kelaverasizlar.